желудочкой taxikardiya deydi. Ya'ni o'sha paroksimal taxikardiyaga o'tib ketish ehtimoli bor. Keyinchalik esa bu o'lib qoladi. Bugungi kungacha, shu paytgacha bizda bo'lgan ilgari Holter apparati, Holter EKG degan apparat bor. Bu insonni yurak faoliyatini bir sutka, 2 sutka, 3 sutkagacha ko'rsatib boradi. Ya'ni o'sha apparat taqilgandan keyin bemorni yuragiga, ko'kragiga taqib qo'yiladi. Ular 12 talik, 3 talik bo'ladi. Elektrodlari taqilgandan keyin o'sha 24 soat mobaynida yurakni urishlarini, o'sha qancha urgan va qancha ekstrastoliya aritmiyalar bo'lganini aniqlab beradi. Hozir biz shu mana shu dekabr oyida ushbu apparatni olib keldik. Hozircha bitta, har kuni bitta bemorga qo'yish mumkin. Va o'sha bemorni mana analizini ko'rsatib bergan. Mana shu bemorning analizida mana ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Yurak urishi aytaylik 120 mingta yurak urishi bo'lgan bo'lsa, o'shani 26.644 ta haligisi o'zgarishi, ya'ni aritmiyasi. Aritmiya bo'lganda ham ekstrastoliya bor. Ya'ni qorinchalar ekstrastoliyasi va bo'lmachalar ekstrastoliyasi. Qorinchalar ekstrastoliyasi 26.220 marta narushение bo'lgan. Ya'ni o'sha ekstrastoliya qayd etilgan. Bo'lmachalarda 406 ta ekstrastoliya, bo'lmachalar ekstrastoliyasi qayd etilgan. Buni ko'rib chiqqanimizda mana ko'rishingiz mumkin, juftlab keladigan 16 marta bo'lgan, bittadan keyin bo'ladigani 100 однократный deydi, haligi mnokratный deydi, 35 ta va 176 marta желудочкой taxikardiya, ya'ni yurak urishini o'sha normadan ko'proq bo'lgani qayd etilgan. Ushbu narsalar hammasi yoziladi yurakda o'sha nimasiga, mana analiz qilgan paytimizda shuni analizini ko'rib chiqadi. Vrachning vazifasi mana ko'rib turganlaringizda mana qizil da belgilangani bu ekstrastoliya. Mana qarang, yurak bir marta to'g'ri, bir marta 2 marta to'g'ri, bir marta ekstrastoliya, 2 marta to'g'ri, bir marta ekstrastoliya bo'lyapti. Ya'ni umumiy haligisini olganimizda, statistikasini olganimizda, o'sha statistikasi bo'yicha biz o'sha bemorni hozirgi holatini qayd etamizda. Bemorda mana o'sha bemor Yusuf Aliyeva Mukarram 65 yoshda. Ushbu bemorda hozirgi kunda, hozirgi paytda o'sha qorinchalar ekstrastoliyasini ROAN bo'yicha ko'rilganda 4-stadiya deydi, 4-bosqichda. Ya'ni bu og'ir holat hisoblanadi. Buni nima og'irligi bo'lishi mumkin? Mana shu ekstrastoliyalar qorinchalarda aytaylik qaysi joyidan chiqishi va necha marta berishiga bog'liq bo'ladi. Shu ROAN bo'yicha aytilgani, agarda o'sha qorinchalar ekstrastoliyalari parniy deydi, sparring bo'lib juftlab kelishi, bittadan keyin kelishi, ikkitadan keyin kelishi va uni o'sha aytaylik shu hodisalarni necha marta bo'lishi, ya'ni bu yoqda 26.000 marta, 26.220 marta mana желудочкой deydi, mana предсердный, bu qorinchalar ekstrastoliyasi umumiy 26.220 marta bo'lgan, bo'lmachalarniki 406 ta bo'lgan. Shuning uchun buni bu holatda biz analiz qilib chiqqanimizda juftlab bo'lgan ekstrastoliyalar ham qayd etilganligi aniqlandi. O'shaning uchun ham boya aytganimizda ROAN bo'yicha 4-bosqich qo'yilyapti. Buni juda qattiq asoratlari bo'lishi mumkin, ya'ni желудочкой taxikardiya deydi, ya'ni o'sha paroksimal taxikardiyaga o'tib ketish ehtimoli bor. Keyinchalik esa bu o'lib holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozir bu kasalimizga biz kardaronni boshlaganmiz va boshqa dorilar, darmonlar qilinyapti. Xudo xolasa o'sha kamaytirish ilojini qilishimiz kerak. Agarda bu dori darmon bilan kamaytirilmaydigan bo'lsa,
buni xirurgik yo'lda endovaskulyar xirurgiya bilan buni to'xtatishni chora tadbirini ko'rishimiz kerak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.